Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hukmlarni bu bayon qilinganda hammasi faridatan minalloh, Alloh tarafidan farz. Insonning xohishi bo'lishligi mumkin emas. Buning iymoni bo'lgan kishi uning sabablarini so'rashligi mumkin emas. Lekin bularning Alloh tarafidan bo'lgan hukmlarni quvvatli ekanligini bildirishlik uchun ba'zi sabablarni bayon qilinadi. Estaizu billah va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qadallohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim va man ya'sillaha va rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Xoh mu'min kishiga, xoh mu'mina ayolga Alloh rasuli bir hukmni qilgan bo'lsa, uning ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Modomiki iymonni da'vo qilgan bo'lsa, Alloh tarafidan bo'lgan hukmni agarchi uning hikmatini bilmasa ham qabul qilmoqligi kerak. Agar kim Alloh rasulining hukmiga itoat qilmasa, Alloh subhanahu va taoloning yo'lidan ochiq adashibdi. Mana bu narsa biz Alloh tarafidan kelgan hukmlarni qabul qilishlikda, agarchi ba'zi johiliyatlardagi bizda ham bu narsa mahramlar bor deb da'vo qilishgan bo'lsa ham, lekin buni qabul qilishlik boshqa, Alloh tarafidan kelgan hukmni qabul qilishlik boshqa. Alloh tarafidan kelgan hukmni inson iymon sifati bilan qabul qiladi.